Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimiz undercut soch turmagi bo'ladi. Ba'zi soch turmaklari bor. Ular silliqlik bilan emas, kontrast bilan ishlaydi. Undercut shular jumlasidan. Bu uslubda aralashtirish yo'q, yumshatish yo'q, aniqlik bor. Bugun undercutni qanday qilib toza, nazorat bilan va buzmasdan qilishni ko'rsataman. Bu uslubda soch olganda ko'pchilik qiladigan xato soch olishni yon qismdan boshlanadi. Bu esa ayni xato hisoblanadi. Soch olishni undercut soch turmagida biz tepa qismidan boshlashimiz to'g'ri bo'ladi. Sochni tepa qismini olishdan oldin sochni o'rta namlik bilan yaxshilab orqaga silliq qilib tarab olamiz va o'rtadan kontrolniy chizig'ini olib olamiz. Boshni o'rta qismidan kontrolniy liniyani olib olgandan keyin sochni tepaga ko'targan holda ortiqcha uzunlikni kesishni boshlaymiz. Kontrol chizig'i tayyor bo'lgandan keyin sochni yig'gan holda tepaga ko'taramiz va ko'z oldimizda kontrolniy chizig'i paydo bo'ladi. Shu liniyaga tenglashtirib sochni kesishda davom etamiz. Tepa qismini ikkita yon qismi va orqa qismidan ajratib olamiz. Kontrol chizig'ini yo'qotib qo'ymaslik uchun sochlarni qisqich bilan qistirib qo'yamiz. Mashinka bilan ishlashdan oldin sochdagi namlikni yaxshilab chiqarib, ya'ni sochni yaxshilab quritib olishimiz kerak bo'ladi. Undercut soch turmagini faqatgina yonlari kalta bo'ladi deb hisoblashadi. Bu esa noto'g'ri fikr. Aslida esa sochni yon va orqa uzunligini mijozni xohishidan kelib chiqqan holda belgilaymiz. Ishni avvalambor boshi va yuzi formasini hisobga olgan holda soch turmagiga forma berishdan boshlaymiz va ortiqcha uzunligini olib tashlaymiz. Hozirda mashinkada 10 mm uzunlikdagi nasatka taqilgan. Bosh qismini kamchiliklarini ko'rib, o'sha kamchiliklarini bartaraf qilish uchun chiroyli forma berishimizga to'g'ri keladi. Hozirda ko'rib turibmiz, orqa qismi sal pachokroq, shuning uchun formani sal pastroqqa tushiramiz va bu orqali biz kerakli hajmni saqlab qolamiz. Akantovka qismida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joylari sochni faqatgina o'sgan liniyasidan tabiiylikni saqlab qolgan holda chiziq chizib olamiz. O'zi aslida undercut soch turmagi boshqa soch turmaklaridan farqi shundaki, yon qismlari kalta, tepa qismi esa uzun holatda bo'ladi, ya'ni keskin ajralgan holatda bo'ladi, bir-biriga ulanmagan holatda bo'ladi va bu soch turmagini mijoz xohlasa o'ng tomonga, xohlasa chap tomonga, xohlasa orqaga tarab turmak qilishi mumkin bo'ladi. Shu tomonlamada qulayliklari bor. Sochni olib bo'lgach, quritishdan oldin mijozni xohish istaklarini inobatga olamiz. Mijoz o'ngga tarashi mumkin, chapga tarashi mumkin yoki orqaga tarashi mumkin. Hozirda mijozimiz o'ng tomonga tarashi ma'qul deb bildilar va maxsus vositalar orqali sochga forma va fiksatsiya beramiz va soch turmagimiz tayyor holga keladi. Sizlar bilan Shuhrat Ismatillayev. Keyingi darsliklarimizni kuzatib borish uchun sahifamizga obuna bo'ling.